Assalomu alaykum YouTube foydalanuvchilari hamda YouTube kanalimizga obunachilari. Bugungi videomizda dasturchi, programmistlar, kiberxavfsizlik sohasida ishlovchi mijozlarimiz uchun, undan tashqari barcha soha vakillari uchun narxi arzonroq, lekin modeli juda ham yaxshi bo'lgan notebooklarimizni obzori bo'ladi. Bugungi videomizda qanaqa notebooklar bo'lishini qisqa ko'rib olamiz. Birinchi modelimiz Asus VivoBook modelidan, keyingisi ham Asus VivoBook, keyingisi Acer Aspire Go 15 modeli, keyingisi Acer Aspire 5 model, keyingisi HP EliteBook va oxirgi modelimiz HP G255 modelidan bo'ladi. Xudo xolisi shularda to'liq obzorlari va narxlari, ko'rinishlari, holatlari va parametrlari ushbu videomizda bo'ladi. Videoda o'tkazib o'rmasdan to'liq ko'radigan bo'lsangiz, sizlarga manfaatli hamda to'liq narxlari bilan tanishib chiqish imkoniyati mavjud. Birinchi bo'lib Asus VivoBook Go 15 modelimizdan obzorimizni boshlaymiz. Notebookimizning holatlariga keladigan bo'lsak, juda ham zo'r holatda, to'liq korpuslari plastmassa bo'ladi. Ya'ni oddiy emas, premium plastmassalardan foydalanilgan silver rangda ko'rishingiz mumkin. Notebookimiz barcha shu obzor qilinayotgan notebooklar ozgina ishlatilgan, holatlari ideal zo'r holatdagi notebooklar bo'ladi. Yangisidan ko'ra ancha arzonroq, garantiyali notebooklar. Notebookimizda 15.6 dyuymli Full HD displeylari joylashtirilgan bo'ladi. Parametrlariga to'xtalib o'tib ketamiz. Notebookimizda Intel Core i5-1335U protsessorlar joylashtirilgan, 10 yadro 12 potok, har biri 120 GHz dan boshlab max boostda 470 GHz gacha bemalol razgo'mal oladi. Tezkor xotiralari 8 GB li, doimiy xotiralari 512 GB li bo'ladi. Video kartalari o'zini Stronic video kartalari mavjud. Bu notebookimizni programmistlar uchun, boshlang'ich kiberxavfsizlik sohasida ishlovchi mijozlarimiz uchun, SMM, Target, CRM tizimlarida ishlovchi mijozlarimiz uchun hamda logistika sohasida, Word, Office, buxgalteriya sohalarida ishlovchi mijozlarimiz uchun tavsiya berib qolamiz. Notebookimiz umumiy holatlari juda ham yaxshi, zo'r holatda bo'lib turibdi. Ya'ni bemalol kelib, ko'rib, tekshirib olsanglar ham bo'ladi. Agar boshqa viloyatda bo'ladigan bo'lsanglar, adminlarimiz bilan bog'lansanglar, onlayn Telegramdan translyatsiya orqali gaplashib, to'liq holatlarni sizlarga xohlasanglar yumaloq video qilib beradi, xohlasanglar prямой efirda gaplashib, xarid qilish imkoniyati bor. 12 ta viloyatga mutlaqo tekin dastavkalari bor. Bo'lib to'lashga 6 oydan 12 oygacha uzun nasiya hamda open nasiya orqali olsanglar bo'ladi. Naqd qolmoqchi bo'lgan mijozlarimiz uchun bo'lsa, narxini $349 qilib beramiz. Notebookimiz ham sizlarni kutib turibdi. Bemalol kelib xarid qilsanglar bo'ladi. Ikkinchi notebookimiz Asus VivoBook 15 modelidan. Notebookimiz umumiy holatlari juda ham yaxshi, zo'r holatda. Ust korpuslari ham, tag korpuslari ham, yon korpuslari ham juda ham yaxshi, zo'r holatda bo'lib turibdi. Endi ekran zoomlari bilan tanishtirib o'tib ketaman. Laptopimizda 15.6 dyuymli Full HD IPS displeylar joylashtirilgan. Parametrlari esa Ryzen 7 5800HS, ya'ni gaming protsessori mavjud. 8 yadro 16 potok, har biri 320 GHz dan boshlab 460 GHz gacha turbo boostda razgo'mal oladi. Tezkor xotiralari 8 GB li 3200 MHz da buni bemalol yana 32 GB gacha kuchaytirish imkoniyati bor. SSD NVMe'lari esa 256 GB li, ya'ni buni istalgancha xohlasanglar 4 TB, xohlasanglar 1 TB qilib olish imkoniyati bor. Video kartalari esa AMD Radeon TM o'zini Stronic'dan ko'ra sal kuchliroq bo'lgan video kartalari joylashtirilgan bo'ladi. Notebookimiz umumiy holatlari yaxshi, zo'r holatda, ya'ni bemalol adminlarimiz bilan bog'lanib ham translyatsiya orqali gaplashib ham hal qilsanglar bo'ladi. Bu notebookimizni ham programmistlar uchun, kiberxavfsizlik sohasida ishlovchi mijozlarimiz uchun CorelDRAW, AutoCAD, Word, Office, SMM, Target sohasida ishlovchi mijozlarimiz uchun tavsiya berib qolamiz. Undan tashqari mayda-chuyda o'yinlarda ham bemalol o'ynasanglar bo'ladi. CS, Dota va GTA 5 da ham bemalol o'ynasanglar bo'ladi. Faqat gaming notebookga o'xshab 120 FPS, 160 FPS o'ynolmaysizlar, ozmoz o'ynab tursanglar bo'ladi. Ryzen 7 HS protsessorli notebookimizning narxini YouTube'dagi mijozlarimiz uchun $339 qilib beramiz. Obzorimizdagi 3-chi notebook Acer Aspire Go 15 modelidan. Notebookimizning holatlari ideal holatda, yangi qanaqa holatda bo'lsa, bu ham xuddi shunaqa holatda, faqat yangisidan 1.600.000 arzoniga, xohlasanglar yangisi ham bor. Xo'p, buni ekranlari sensorli bo'ladi. Bundan tashqari ust korpusini ko'rsatib ketib, ust korpusi ham juda ham ideal holatda. Maqtash boshqa narsa emas, iltimos kommentariyada maqtayapti, boshqa narsa demanglar, realni ko'rsatsam. Agar harom chiqib ketgan bo'lsa yo bo'lmasam qanaqadir xunuk holatda bo'lsa, ayanchli holatda bo'lsa, ayanchli holatda deb aytib o'tib ketaman, lekin laptopda ayanchli holatdagi notebooklar sotilmaydi. Ekran zoomlariga to'xtalib o'tib ketaman. Ekran zoomlari 15.6 dyuymli Full HD IPS touchscreen, ya'ni sensor displeylar bilan jihozlangan. Protsessorlari esa AMD Ryzen 5 7520U protsessor, 4 yadro 8 potok, har biri 280 GHz dan boshlanib 420 GHz gacha bemalol razgo'mal oladi. Tezkor xotiralariga keladigan bo'lsak,
8 gigabaytlik 5500 chastotali DDR5 tezkor xotiralari bilan jihozlangan. Doimiy xotiralarga keladigan bo'lsak, 512 gigabaytlik NVMe M2 SSD bo'ladi. Tezkor xotira NVMe M2 SSD shu umumiy xotirasini o'zbekcha varianti, ko'pchilik bu SSD deydi, M2 deydi. Sizlarga tushunarli bo'lishi uchun doimiy xotira deyman. Tezkor xotira bo'lsa DDR5 yoki bo'lmasa DDR4, ya'ni operativniy pamyat bo'ladi, RAM bo'ladi. Video kartalari esa AMD Radeon o'zini Stronydan ozgina kuchliroq bo'lgan video kartalari mavjud. Notebookimiz ham programmistlar, boshlang'ich kiberxavfsizlik sohasida ish oluvchi mijozlarimiz uchun Target, SMM, CorelDRAW, AutoCAD, boshlang'ich Photoshop hamda Illustrator va logistika sohalari uchun, trading sohalari uchun tavsiya beramiz. Bu notebookimizda ham oldingi notebookimizda nima ishlarni qila olasizlar, bemalol shu ishlarni qilsanglar bo'ladi. Notebookimizning narxini YouTube'dagi mijozlarimiz uchun $335 qilib beramiz. Bemalol adminlarimizga murojaat qilsanglar bo'ladi. Obzorimizdagi 4-notebookimiz Acer Aspire 5 modelidan. Notebookimizning holatlari ham yangi qanaqa holatda bo'lsa, xuddi shunaqa holatda turibdi. Yangisidan ancha arzon narxda, garantiyalari bilan birga 15.6 ekran, ust korpuslarini ham ko'ringlar. Juda ham yaxshi, zo'r holatda turibdi. Yon korpuslari ham, tag korpuslari ham xuddi shunaqa holatda qirilib, chizilib ketmagan. Bu notebookimiz ekrani ham sensor. Laptopimizda 15.6 dyuymli Full HD IPS touchscreen, ya'ni sensor displeylari joylashtirilgan bo'ladi. Endi displey ekran parametrlariga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, i5 13420H protsessor, 8 yadro 12 patok, har biri 210 Hz dan boshlab 460 Hz gacha turbo booster razgumololadi. Tezkor xotiralari 8 gigabaytlik 4800 chastotali DDR5 tezkor xotiralari mavjud. Doimiy xotiralari esa 512 gigabaytlik NVMe M2 SSD bo'ladi. Video kartalari o'zini Strony Intel UHD video kartalari bor. Bu notebookimizda ham kiberxavfsizlik, dasturchilik, logistika, trading, Office, Word Office, CorelDRAW shunga o'xshash soha vakillari uchun tavsiya berib qolamiz. Notebookimizda ham oddiy eski o'yinlarni o'ynasanglar bo'ladi. Dota 2000-yildagi o'yinlarni bemalol ko'taradi. Notebookimiz o'yin uchun moslashtirilmagan, ya'ni video kartasi yo'q. Keyingi videoda xudo xolasa sizlarga o'yin o'ynagani juda ham yaxshi, zo'r parametrli notebooklarni olib chiqishga harakat qilamiz. Ko'pchilik shunaqa modellarni so'ragan hisobiga bugungi videoda shunaqa Office hamda programmist dasturchilar uchun notebooklarni qilyapmiz. Notebookimizning narxini YouTube'dagi aka-ukalarimiz uchun, opa-singillarimiz uchun $355 qilib beramiz. Obzorimizda keyingi modelimiz HP ProBook variantidan bo'ladi. Notebookimizning holatlari juda ham zo'r holatda, yaxshi holatda. Ichki korpuslari to'liq tag korpusi-yu, usti korpuslari metallический korpus bilan jihozlangan, ya'ni korpusi metal. Подсветка ekletorlari bor, barmoq izi skaneri bor, akustika sistema bunda Bangladesh, ekran dyumi 15.6 dyumli Full HD IPS, parametrlari Intel Core i5 1145G7 protsessor, 408 patok, har biri 261 Hz dan boshlanib, 420 Hz gacha bemalol razgumololadi. Tezkor xotiralari 8 GB, yana bitta bo'sh sloti bor, 16 GB gacha yoki 32 GB gacha, 8 ni ham orttirib 32 GB gacha upgrade qilishinglar mumkin. Doimiy xotiralari esa 256 GB lik NVMe M2 SSDlari joylashtirilgan bo'ladi. To'liq hali video kartasini driver o'rnatilmagani uchun o'zini Strony video kartasini chiqarib bermayapti. Video kartalari ham bor, o'zini Strony bo'lgan video kartalari joylashtirilgan bo'ladi. Bu notebookimizni kimlar uchun tavsiya beramiz? Boshlang'ich dasturchilar uchun, boshlang'ich kiberxavfsizlik sohasida ish oluvchi mijozlarimiz uchun, Word Office, PowerPoint, kino ko'raman degan mijozlarimiz uchun hamda oddiy uyga ishlatgani juda ham yaxshi notebooklardan biri. Notebookimizning narxini YouTube'dagi mijozlarimiz uchun $299 qilib beramiz. Menimcha ProBook uchun juda ham zo'r narx bo'lsa kerak, sababi bunaqa premium modellar kamida bir 330-340 atrofida yuradi. O'zi Core i5 11-pokoleniya bo'lsa ham 340 atrofida yuradi. Bugungi obzorimiz tugatadigan model HP 255G10 modelidan. Notebookimizning holatlari yaxshi holatda, o'rtacha holatdan ko'ra yaxshi, zo'r holatda. Подсветка ekletorlari yo'q. Ekran dyumi 15.6 dyumli Full HD ekran. Ust korpuslari ham yaxshi, o'rtacha holatdan ko'ra yaxshiroq holatda. Parametrlari Ryzen 5 7520U protsessor, 408 patok, har biri 280 Hz dan boshlab 440 Hz gacha bemalol razgumololadi. Tezkor xotirasi 16 GB lik 5500 chastota DDR5, doimiy xotirasi esa
512 GB'lik NVMe mikroSSD, video kartasi o'zini stroyniy bo'lgan. AMD Radeon TN video kartasi bor. Buni ham ozmoz GTA5 da o'ynab tursanglar bo'ladi, Dota o'ynasanglar bo'ladi, CS ozmoz o'ynab tursanglar bo'ladi, lekin bironta ofisoy modelimizga biz GTA o'ynaydi yo Dota o'ynaydi deb garantiya bermaymiz va o'ynashni tavsiya bermaymiz. Ko'pchilik GTA, Dota shunaqa o'yinlarni ko'taradi deb aytadi, lekin katta ehtimol bilan bular ko'taradi, lekin uzoq vaqt ishlatadigan bo'lsanglar, protsessor va video kartasi kuyadi. Shu narsasini sizlarga aytishmaydi. Lekin ko'taradimi? Ko'taradi. Xo'p, mavzuga chuqurlashmagan, noutbukimiz narxini siz uchun $325 qilib beramiz. Bemalol buyurtma bersangiz bo'ladi. Bugungi videomizda $300 dan $355 gacha bo'lgan noutbuklarimiz obzori bo'ldi. Hammasini holatlari va batafsil ma'lumotlari bilan tanishib chiqdinglar deb o'ylayman. Yana qanaqadir sizlarni muammolar qiynaydigan bo'lsa, tushunish bo'yicha yoki qanaqadir konsultatsiya olmoqchi bo'ladigan bo'lsanglar, pastdagi nomerlar orqali bemalol maslahat olsanglar bo'ladi. Pastdagi nomerlarimiz 6 yillik tajribaga ega bo'lgan mutaxassis konsultantlarimizning nomeri. O'zimni ham nomerimni qo'yib qo'yaman. Bemalol telefon qilib kelishdan oldin telefon qilsanglar bo'ladi yo dastlabki buyurtma bermoqchi bo'lsanglar ham bemalol telefon qilsanglar bo'ladi. Manzilimiz Andijon shahar 2-mikrorayon Mashhad ko'chasi 245-uyda joylashgan. Bizda noutbukdan tashqari xudo xolasa bir 10 kunlardan keyin, 15 kunlardan keyin shu ro'za chiqishi bilan iPadlarni ham yo'lga qo'yamiz. Xudo xolasa iPadlarda ham yangiliklarni kutib qolinglar. Hozir bizda realniy bor narsalarimizni, noutbuklarimizning assortimenti ko'p, bir 100 xilga yaqin assortimentimiz bor. Yangilarda hisobga olmaganda 100 xil, yangilarda ham qo'shadigan bo'lsak bir 150-160 xil assortimentimiz bor. Bemalol kelib o'zingizga yoqqan, o'zingizni byudjetingiz ko'targan noutbukda xarid qilsangiz bo'ladi. Agar noutbuk olishda qiynalayotgan bo'lsangiz yoki qanaqadir tushunmayotgan bo'ladigan bo'lsangiz, bemalol kelinglar, konsultantlarimizdan to'liq informatsiyalarni olinglar. Maqsadimiz sotish emas, maqsadimiz sizlarga yaxshi 5-6 yil, undan tashqari uzoq yil xizmat qilib beradigan noutbukni tavsiya berish hamda o'zingizlarga tushadigan, sohalarga tushadigan noutbuklar tavsiya berish. Sizlardan bitta narsani juda ham iltimos qilib so'rayman. Bu yerda turgan adminlarimiz va sizlarga javob berayotgan adminlarimiz shogird bolalarimiz emas, 1-2 yillik tajribaga ega odamlar emas, kamida 6 yil, 7 yil tajribaga ega bo'lgan noutbuk bo'yicha mutaxassis odamlar. Iltimos bizga bemalol ishonib noutbuklarni xarid qilishinglarni topshirsanglar bo'ladi. Qayerdagi odamlarga telefon qilib berishdan ko'ra, berning balkim kesaverarman. Noutbuklardan tashqari noutbukka kerak bo'ladigan hamda personalligiga kerak bo'ladigan barcha periferiyalarimiz bor. Mexanический kilowatlarimiz xudo xolasa bulardan keng assortimentda va cheklanmagan miqdorda bor. Bemalol kelib tanlasanglar bo'ladi. Undan tashqari mishkalarimiz bor, kuleylarimiz bor, original bo'lgan naushniklarimiz bor. Yana premium sumkalarimiz ham bor. Xudo xolasa bemalol kelinglar, baraka topib mazza qilib noutbuklarimizni olib ishlatinglar. Sizlar bilan Muhammad Salim bo'ldi. Sizlar laptop kanalida bo'ldinglar. Har doim sog' salomat bo'linglar. Undan tashqari bitta yangiligimiz bor. O'tkaza olmay turasizlar, yangilikka yarasha sovg'a ham qo'yamiz. Yangiligimiz nimadan iborat? Yangiligimiz shu ko'rib turgan laptop brendinglarni rebranding qilmoqchimiz. Faqat bunga nom o'ylab topishimiz kerak. Sizlarga bitta konkurs sifatida sizlarga bitta yangilik qilmoqchiman. Xo'p, qisqasi bitta yaxshi nom yozasizlar, kalinglarga kelgan, xayolinglarga kelgan nom yozasizlar. Bizga shu sizlar yozgan nom yoqadigan bo'lsa, sizlarga shu setni taqdim qilamiz. Birinchisi MSIda original bo'lgan sumkasi, ryukzak orqaga taqib bemalol maza qilib noutbuklarni ishlatgani. Keyingisi Razerda original bo'lgan mishkasi va qo'shimchasiga sizlarga mexanический kilowatr bo'ladi. Hozir buni ochig'ini ko'rsataman. Mana ko'rishingiz mumkin. Eviden brendini mexanический kilovatrasi bo'ladi. Xudo xolasa sizlarga yoqadigan sovg'alarni beramiz. Xo'p, shartlar nimadan iborat? O'zingizlarga yoqqan nomni qanaqadir variantlar iltimos qilib so'rayman. ChatGPTdan va Googledan copyright qilib tashlashingiz shart emas. O'zingizlarga yoqqan nomni tashlab qo'ysanglar bo'ldi va nomeringlarni ham tagiga yozib qoldiringlar. Sizlarda yozgan nominglar biz brendimiz bo'lishi mumkin. Xudo xolasa shunga maksimal harakat qilinglar. Xudo xolasa sizlarga ham yaxshi sovg'alar topshiramiz. Sog' salomat bo'linglar.